Hello everyone, I think it's gonna be my first long video. Whether I talk to you in English or Uzbek, I think you don't mind that. Oh, like 9 months ago, I came to Tashkent and started my journey as a freshman of the New Uzbekistan University. It's been a lot of changes since that day, I came to Uzbekistan University in 24th August, and today is, I think, 29th May 2026. I don't know from which point should I start. Can I talk to you in Uzbek, guys? Oh, storiesda aytamanmi yoki nimani aytsam bo'ladi? Xullaski 9 oylik journeyni aytsam bo'ladi. Yangi O'zbekiston universitetida Industrial Management yo'nalishida freshman bo'lib o'qishni boshladim. Undan keyin smooth boshlandi. O'rganib chiqdim universitetda, o'sha yangi do'stlar orttirdim. Hokazo narsalar ko'p bo'ldi. Men judayam mamnunman. Hozir this must be from I don't know from which one should I start deb aytdim. Xullaski aytmoqchi bo'lganim, I dropped out from university in February. I think the English language is familiar with some family members, like my uncle and his wife know English, and I don't know whether they know about this or not, but I guess all of the family members must know about this. But I can't talk to them in Uzbek because they would worry about me, like they would start judging me and my parents, and I don't know, we are Uzbeks and they talk a lot. They talk the things that they don't have the imagination of. Like, they don't know me and they don't understand me. What I'm pursuing is something bigger, and I can easily say that I must be the first rich person in my family. Like, none of my family members is, how can I say, millionaires or something like that, someone like that, So I must start doing some things that are bigger than our imaginations. Hope Februaryda drop out qilganman. Undan keyin 10 kuncha Toshkentda yashadim. Uyga qaytib ketdim. Shu 25 kuncha turib, keyin yana qaytdim Toshkentga. Undan keyin xullaski BNS Academy, ya'ni Bobur aka, xullaski 1600 SAT, 9 IELTS bor, John Hopkins graduate. Xullas o'sha akani o'quv markazida ASETda o'rganishni boshladim. Techirim Asadbek aka. Amalli o'tdim, menga yoqdi. O'sha 5 kunlarda 3-iyunni kuni tugaydigan bo'lsa, xullaski uyga qaytib ketaman. Uyga qaytib ketib, xullas avgustda SAT topshiraman, keyin IELTS bo'ladi. Ungacha application process 1-avgustdan boshlanadi. Xullaski u yoq bu yoq 2 oy vaqtim, 2,5 oy vaqtim qoldi. Undan keyin Xudo xolasa great days are coming. The one that I wish for will also come. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bunga umid qilib turibman. Zo'r bo'ldi. Qiziqarli journey bo'ldi. Adventurelar bo'ldi, misol uchun. Nima desam ekan?
Samarqandga borib keldim. Orada yangi yil yaxshi o'tdi. Midterm nimaligini bildim. Final nimaligini bildim. Chet el atmosferasini Newsbex'dan bera oldi menga. Juda ham xursandman uning uchun. Hozir ham yana imkon bor. Even after I dropped out. Firstly, I got 50% of scholarship, which is for only 1 year, and after that, if I wanna get some scholarship for my sophomore, senior, junior years, I must study harder to get high GPAs, you know. So I'm not gonna do that, and I'm just trying to win a youth scholarship, and you know, I wanna study in US or UK, you know. Xullaski asosiy maqsad shu. Mana devorim u Toshkentga kelganim 9 oyda уже bilindi mana. Sorry guys. Namanganim, Andijonim meni kechir. Mana deb borganim uchun. To'g'ri yashaganman. Xullas, meni maqsadim shu. Keyin backup planga keladigan bo'lsak, Yangi O'zbekiston universitetidan yana 4 yillik grant yuta olaman, chunki ixtisoslashtirilgan maktabini bitirganim bir kun kelib yordam beradi degandi xolam bir kuni topshirayotgan paytim. Mana endi yordam berar ekan. O'sha backup plan sifatida umuman o'xshamaydigan bo'lsa shu Newsbex'ga reapply qilaman. Undan keyin o'xshaydi bo'lsa yo'q. Xullas shunaqa. Tavakkalda bu yoq hammasi Xudodan, Allohning o'zi ishlarimizni o'xshatib boradi. Turibman. Shunaqa endi nima ham derdim. Zo'r, journey yaxshi. Buni tuyulmayapmanmi? Uniground olib tashladim. Ertalab sochimni aytdim, qilgandim. Chiroyli turdi, lekin baribir bir kunda oldirib tashlab uyga qaytganman keyin deb bunaqa e'tibor berganim yo'q. Lekin hozir kursimga boraman bugun juma edi. Kursimga borganimdan keyin qaytib borib agar boshimni yuvsam to'g'rilab olaman yana. Bo'lmasa ertaga qilamiz. Shunaqa. Xullas o'sha gap. Shahboz tog'a, sizni journeyingizdan meni journeyim yaxshiroq bo'ladi. Men bunga ishonchim komil. Xullas qiziqroq bo'ladi. Hamma meni sizga o'xshatishadi, lekin men sizdan baribir o'tib ketaman. Xudo xolasa. Yana qiziq voqealar bo'lgan. Misol uchun biz kursdoshlar, Nurlon kursdoshlari, men yana bitta ikkita bolalar, xullaski Noza masjidiga jumaga kelardik. U jumani deyman-ku, masjidni imomi Qorindan ekan. Kamoliddin Qorinning ukasi ekan. Jaloliddin Qorin. Ajoyib. Meni Muhammad Said degan o'rtog'imni katta amakisi ekan. Qiziq, вообще. Dunyo torda do'stlar. Shunaqa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bu videoni YouTube'ga qo'yaman. Xullas anchadan beri o'zi video olmoqchi edim. Endi Xudo xolasa eng katta video bir yarim soatlik yoki 1 soatlik video bo'lishi anonda bo'ladi. Application processlarim tugatib, when I become some kind of successful person as a study buddy, buddy. O'shandan keyin video qo'yishni boshlayman-da, tuzroq qilib. Ungacha yengil processni videoga olib yoki qiziqarli narsalar bo'lsa o'shalarni gapirib chiqib video olishim mumkin. YouTube qiziqarliroq men uchun. Menimcha bu video meni birinchi qadamim bo'ladi. Montajsiz qo'yaman videoni, chunki yoqtirmayman. Hozir kelgan device'im ham yo'q. Misol uchun uni montaj qilib chiqqani
device yo'q, vaqt yo'q. Xullaski, shundaylar-u. Xohish yo'q hozircha. Vaqtincha o'tib, misol uchun ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin montaj qilib, keyin qo'yadigan darajaga chiqaman. Kamera olishim mumkin, chet elga ketvosam Xudo xohlasa. Keyin mikrofon olaman ungacha ham. Yana nima? Shtativ va shunga o'xshagan narsalar ham olishim mumkin. Xullas, uni ishini keyin o'ylab ko'ramiz. O'ylanmanglar sizlar. Yaxshi bo'ladi, menga omad tilaylar, do'stlarimga ham omad tilaylar. Xudoga tavakkal. Duo qilinglar, hammasi yaxshi bo'lib ketsin. Umid qilamanki, men bilan yurgan do'stlarim, eng yaqin do'stlarim kamida shu 4 yillik o'qishini tugatib, bir yaxshi inson bo'lib ketadi. Chunki men ularga duo qilaman. Xudoning bir hikmati bor. Unga ham ishonaman. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham yaxshi bo'lib ketadi. So guys, have a nice day, and now I will start doing some homeworks because I didn't finish all of them. Bye bye. Xudo omadimiz bersin. Xudoni yaxshi kunida ko'rishaylik.